Mamlakatimizda turizm infratuzilmasini rivojlantirish, aholi uchun zamonaviy dam olish maskanlarini yaratish borasida olib borilayotgan islohotlar o'zining amaliy natijasini bermoqda. Xususan, yurtboshimiz tashabbusi va doimiy e'tibori bilan qisqa vaqt ichida Quva tumanidagi Karkidon turizm maskani bunyod etilib, tantanali ravishda foydalanishga topshirildi. Ochilish marosimida keng jamoatchilik, nuroniylar, yoshlar hamda turli hududlardan tashrif buyurgan mehmonlar ishtirok etishdi. Zamonaviy va barcha qulayliklarga ega shalay uylar, Karkidon suv havzasi bo'yida tashkil etilgan dam olish hududlari, zamonaviy restoran, basseyn, kichik hayvonot bog'i hamda boshqa ko'ngilochar maskanlar mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Bugun biz bu yerga Quvasoy shahar namuna mahalla fuqarolar yig'inidan oila a'zolarimiz bilan dam olish uchun keldik. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan Karkidon suv omborini o'sha rivojlantirib, aholi uchun dam olish maskaniga aylantirish juda ham bir yaxshi natijalar bo'ldi. Mana oila a'zolarimiz bilan kelib, bu yerga mana ko'pchilik dam olish uchun, aylanib, madaniy hordiq chiqarish uchun kelishibdi. Biz juda ham ko'rib xursand bo'lyapmiz. Bu yerda mana bolalar uchun attraksion, o'yinlar, milliy urf-odatlarimiz bo'yicha o'tovlarda qurilganini ko'rdik, dam olish maskanlari, mana suv omborida har xil katamaranlar, qayiqlar, mana aholi yaxshi nimalar bilan xursand, yaxshi kayfiyat bilan dam olib, maroqli hordiq chiqarib yuribdi. Biz ham kayfiyatimiz ko'tarinki, juda ham bir ko'tarinki ruh bilan aylanib, maroqli dam olib yuribmiz. Juda ham xursandmiz bu yerga kelganimizdan. Mazkur loyiha hududning turistlik salohiyatini oshirish bilan birga yangi ish o'rinlarini yaratish, xizmat ko'rsatish salohiyatini rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Bayramona tadbirlar erta tongdan boshlanib, kechki soatlarga qadar davom etdi. Nafaqat Quva tumani aholisi, balki qo'shni tuman va shaharlardan kelgan fuqarolar ham maskanda maroqli hordiq chiqarib, yaratilgan sharoitlardan mamnun bo'ldi. Bayram jarayonlarida turli xil musobaqalar ham tashkil etildi. Mana bugun Quvada bayram shodiyona, bugun Karkidon suv omborining rasmiy tantanaviy ochilish marosimida bo'lib o'tiribmiz. Biz yoshlar bundan juda ham xursandmiz. Bu yerga barcha do'stlarimiz, o'rtoqlarimiz oilaviy kelishga juda zo'r sharoitlar qilib qo'yishgan ekan. Buning uchun avvalambor davlatimiz rahbariga katta minnatdorchilik bildiramiz. Bu yerda atmosfera juda zo'r, taassurotlar juda zo'r. Ayniqsa biz ochilish uchun elimiz suygan san'atkorlarni olib kelib, bu yerda oilaviy hamma uchun, xalq uchun tadbirlar tayyorlashgani, chiqishlar qilishayotgani bizni juda ham zo'r esda qolarli. Biz oilaviy dam olishga kelgandik. Juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Mazza qilib dam olyapmiz. Farzandlarim, turmush o'rtog'im birgalikda konsert ko'rgan keldik. Mazza qilib dam olyapmiz. Bugun yangi O'zbekistonda inson qadri va manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan islohotlar amalda o'z ifodasini topmoqda. Quva tumanidagi Karkidon turizm maskani esa buning yaqqol namunasi bo'lib, hudud rivoji, aholi farovonligi va turizm salohiyatini yuksaltirish yo'lida muhim qadamlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Hilola Abduqodir va Nodir Fozilov Vaqt informatsion dasturi uchun.